Nechinchi institutda? Nima? Nechaga bo'ylaysiz? Yoshga o'xshagansiz, lekin rasmingizga yosh katta deb turdi, o'zi живой yoshga o'xshagan. Yoshman, yosh bo'lmayman. Nechinchi? 62 bormi? Ha? 62 bormi? 66 bormi? Ha, yil. Yilim 62 bo'lsa, 60 oshib ketgan bo'laman bunda. 66mi? 70 ga. Ha, aytdi, mana kichkina ekansiz. Demak, sen berib turasiz, videoni olamiz. Ha. Demak, opa qayerdan keldingiz? Qanshalik? Gapiring. Shaharsarizdan. Qashqadaryo. Demak, oyoqlar bellar og'riydi. Endi videoni sal kechikroq qo'ydik, boshdan qo'ymayapmiz. Necha yil bo'ldi bu og'riqlaringizga? Ancha yil bo'ldi. Ancha yil bo'ldi. Umurtqalaringiz holatiga qarang, shunchalik bitib qolgan mana beldiki. Belda umurtqasi qisib qoldimi? Bel arasidan, umurtqalar arasidan chiqib turgan bellar Yuqori boshlanadi. ham qolgan, bosh ancha ham. Mana bu yerda og'riqlar kuchligan og'riq bor. Demak, muolajani boshlaymiz. X yotamiz mana shunday. Demak, muolajani boshladim opa. Muolaja ozgina og'riq bo'ladi. Bo'sh qo'ying, chiqindi bo'ladi. Chidasa bo'ladi, ketdik, bo'sh. Siz молодец, mardsiz, chidab berasiz. Bu juda chidaydilar. Men gitday anoman. O'zimizda mana shu o'zbek millati lekin chidamsiz millat bo'lar ekan, o'rislarga qaragan. Shunday. Agar kuzatamanda, ruslarda ham o'shalar lechada o'tkazadi, o'rislar unaqa baqir-chaqir qilmaydi. Sizlardan oldinga chiqqan erkak odam yomon qo'rqoq ekan, baqirib tashaveradi. Og'riyaptimi? Andan bering og'am. Apa og'riyaptimi? Og'riq chidasa bo'ladi. Metod bilan udarный metod. Zarba metod. Uriladi, qisilgan bo'lib ochiladi, qiyshaygan. To'g'riladi, tamom, og'riq momentan qoladi. Bo'sh qo'ying. Sakkizinchi yil, necha yosh bo'ladi shunda? 16. Hali yosh ko'rinar ekansiz. Yosh ota. Pochcha bormi? Bo'sh qo'ying. Nafaqa chiqqan so'ng darbomiz. Ha? Nafaqa chiqqan. Yo'q. Mutaxassisligingiz nima edi? Mutaxassisligim UASH deyiladi. Umumiy amaliyot shifokorlari. Bu отдельно bu mutaxassislik. Buni ikkinchi mutaxassislikda o'qigansiz. bu kastopraf deyiladi. Mutaxassis. Yaxshimisiz opa? Gapirib turing, yordam berdim. Yaxshimisiz apa? O'zimizdan bering. Qashqadaryoda nima gaplar? Yomg'irlar bo'lib o'tdimi? Qashqadaryoda yomg'ir har kuni. Bugun ham bo'lyaptimi? Bugun kecha kechga yog'di. Rosa yog'di. Endi ham shunday 4 soatga urdi lekin mayda zo'r bo'ldi. Mana bugun quyosh chiqdi, issiq. Quyosh ham uncha chiqmaydi. Kechga borib, soat 5 ga borib, men emir qildim. Boshim og'riyapti, doktor. Miyamni
qanday bu ko'l olib. Odamda hamma tomon mushakda muskullar harakatlantiradi. Yursangiz ham, o'tirsangiz ham muskul harakat bo'lmadi, o'tirolmaysiz ham, yurolmaysiz ham. Bu muskullarni nerv tizimi boshqarib turadi. Nerv tizimi umurtqalar orasidan chiqib turadi. Mana sondagi eng katta mana mushaklarda og'rishi sababi mana bu zonalar. Bu yerdan chiqib boshqaruv tizimi, bu yerdan chiqadi tizim. Kasallik kelib chiqish sabablari nihoyatda ko'p. Zo'riqishdan bo'ladi, asosan og'riqishdan. Og'rimayapti. Og'rigan yo'q, og'risa baqirib yig'lagan bo'lardi. Juda chidamli bu kishi. Siz ham shunaqa o'xshaysiz. Men uni chidamsiz. Chidamsiz. Datga. Profetga ko'p qilaman. Og'ritmaslikka harakat qilaman. Lekin yoshim o'tgan sari bilaman. Bu kasallikda juda ko'payib ketgan, bu yosh sanalariga o'xshaydi. Yosh, qari, Yoshlarga bu doktor. Aytdim, buni asosiy sababi zo'riqishdan, narkotikdan bo'ladi. Og'ir ko'tarish. Faqat og'ir ko'tarish kirmaydi unga, zo'riqish deganda. Soatlab o'tirib ishlaydiganlar bor buni. Tikuvchi ayollar, dalla haydaydigan shofyor, traktorist, buxgalterlar, kompyuter ishchilar soatlab o'tiraveradi. Bunday o'tirish mumkin emas. O'tirdimi, rast, turib, aylanib, Harakat qilish kerak. harakat qilish kerak. Umurtqalar tashqi ochildi. Bu kasal yaxshi bo'lmasa kerak deyman. Nega yaxshi bo'lmaydi? Hamit yaxshi bo'ladi. Ha? Men sababini aytdim-ku, bu umurtqa birdan bergacha bo'ladigan bo'lsa, hamma umurtqalar orasida nerv tomiri chiqib, mana mushaklarni boshqarib turadi. Hozir men nima qilyapman? Mana qisilgan umurtqani ochyapman. Qisilib qolgan yer mamitani qo'yadi, mana mushaklar og'riq yo'qoladi, mamitani. Bunga ukol qilasizmi, operatsiya qildirasizmi, bir tiyin foydasi yo'q. Bu bekorga aytmadim, odamni mushak harakatlantiradi. Mushak boshqaruv tizimi qisilib qoldi, mushak ishlamaydi, mushak qotib qoladi, qon aylanmaydi o'g'riga. Shuni hisobiga og'ir bo'ladi. Albatta. Har qanday organga qon aylanmadimi normalmi? Vitani vosita bormaydi, og'riydi. Bu ham normal ishlashni oziqlanib turish kerak, kislorod borib turish kerak. Vitamin, seleniy deganday. Boshim og'riq. Vitani albatta. Dayanangiz ichida yurasiz. Dayanam çok durardı. Bo'yindan bo'yin sohadagi qisilishlar boshni og'ritadi. Nega deganda, bu yerda arteriya tomiri o'tgan, vertebral arteriya, miyaga qon o'tkazadi. Qisilib qoldimi, tomir ham qisiladi-da. Qon miyaga bormaydi, og'riydi. Qanoqqa ko'taring mana o'g'lim. Ko'p chiqmagan. Yoting. Opa qaranglar, urilgan joy og'riydi. Zabt keldi, bundan xavotir olmaysiz. Ana boyaga og'rir nima bo'ldi? O'sh qo'ying. Og'ridimi? Yo'q. Yerchi. Sarı. Ko'rdingiz, tam berdingiz? Tam berdingiz, boya javob keldi. Umurtqa ochildi, qisilib qolgandek qo'yib yubordi, o'tamonni ko'ramiz. Yerchi. Yo'q. Sarı baktı. Yerchi. Yo'q. Mushaklar o'zi aytadi. Og'rimayapti. Yo'q. Og'rimayapti. Yana so'rovding. Og'riyapti degancha qo'ymang. Ayol bo'ldi. Juda ana qiziquvchanman doktorman. O'zi hamma shu boshlaganman, apam. Angrini olib keltirdim. Ana videoni ko'p ko'raman. Opa qarang, yetib bordim. Mana bu yerda og'riq bormi? Bosgan
Yotganingizda og'rig'i bor. Uni og'rig'i. Bu yerdachi? Yo'q, shu qo'li botgani og'rig'i. Allah, avval Allah ko'rguniz. Buna yaxshi tilak turgan sizda. Yana esa tileyçilik, başka tilek toplayın. Tam biricilik. Anota bitta tushib ko'rasiz endi, sekin ehtiyot. Ha? Sekin tushadi endi ko'radi. Eski og'riqlarni ko'radi. Bu kalemimizmi? Ana video benim düştü zaten. Kan tikka durayım kayın. Qandaysiz? Qandaysiz? Turganlarda og'rig'i, bu boshqa og'rig'i yo'q. Urganlarda og'riq bor. Ya, Boshi. mo'jizaku bu. Albatta, mo'jiza. Mo'jiza, albat. Tikka bo'ling, qani smerimda bo'lingchi. O'zingiz bo'sh qo'ying, apa. Bo'sh qo'yib harakatlaning. Eski og'riqlarni ko'ring yurib. Yani yaxshi yuribsiz. Mana sudira olaychi bilan oyoqlarni. Kelgandagini holatini ko'rsatmabmiz-da, kecha ham shunaqa qoldi. Bosh aylanmayaptimi? Boshi sal og'riq bor. Bosh og'riydi. Nega deganda boya sababini aytdim. Miyaga qon aylanish normallashdi, miya hujayralari bu qonga moslashguncha 1 soat, yarim soat ozgina g'alati bo'lib turadi. Qani bir kulib bering endi. Kulib bering. Mana men kulaman undalaridan. Qandaysiz? Yengilmisiz? Yaxshi. Maktabingiz bundan dalomsiz. Rahmat. Chidasa bo'ladimi ekan? Ha, bo'ladi. Mayli opa, Alloh shifosini bersin. Yaxshi bo'lib keting. Sog' bo'ling. O'rgan joylar biroz og'rib turadi, xavotir olmaysiz undan. Anaqa